İmom Buxoriy hazratlarini qabrlarini ziyorat qilib turibmiz. Mana oxirida aslani shu asl qabrlarni ham o'zlaringiz ko'rib bir duo qilasizlar. Bu kishining qabri mana shu dargohda joylashgan. Pastda 3-4 metr pastda qoldi. Mana bu tepadagi tosh o'sha ramziy qabr, o'shaning tagida asl qabrlari joylashgan. Bugungi kunda ziyoratgohimizda mana kirish qismida 10 ming kishilik masjid barpo etilgan. 4 tarafda 4 ta minora, minoralar balandligi 75 metr. Mana shu maqbarani ham yangidan barpo etildi. Maqbarani hindlar bezak ishlarini qilgan, toshlarini, o'sha ba'zi bir toshlari zumrad toshlari Italiya, ba'zi bir toshlari mana oq marmar toshlar Yunoniston, Gretsiya davlatidan olib kelingan. Ichki tomonlariga Qur'on oyatlari, tillo suvlari bilan bezatilgan. Mana mehmonlar Buxoriy hazratlari, bu kishi o'zi asli buxoralik. Ismlari Muhammad bo'lgan. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. Bu inson 810-yilda Buxoroda ziyolilar xonadonida dunyoga keladi. Yoshligida Allohning irodasi bilan otasi vafot etib, onasining tarbiyasida qaramoqda qolar ekan. 2 yoshida ko'zlariga shikast etib, bu yorug' dunyoni ko'rmasdan qoldi. Onasi farzandini tabiblarga olib borardi, shifo topmas ekan. Onaizor har doimgidek joy namoz ustida Allohdan nola qilar ekan, duolar qilib, kechalari uxlamasdan tahajjud namozlarida duo qilar ekan onasi. Ey Allohim, farzandimning ko'ziga nur ato etgin, shifo bergin, sening yo'lingda xizmat qilsin deb onasi ko'p duolar qilib, joy namoz ustida yig'lay charchagan holatda ko'zlari uyquga ketdilar. O'sha kuni onasi bir tush ko'rdi. Tushlarida Ibrohim alayhisalom ko'rar ekanlar. Ey onaizor, seni Allohga qilgan duolaring, toat ibodatlaring Alloh dargohiga qabul qildi. O'g'ling Muhammadni ko'zi nuri qaytarib berildi ekanlar. Onasi xursand bo'lib uyg'onib borib farzandini uyg'otdilar. Bu yorug' dunyoni ko'ra boshlagan edilar Buxoriy hazratlari 4 yoshlarida. Onasining duosidan keyin onalar duosi ijobat bo'ldi. Buxoriy hazratlarini yoshligidayoq zehni o'tkir, yodlash qobiliyati juda kuchli bo'lar ekan. 9 yoshida Qur'oni Karimni yodlab qori bo'lgan. 14 yoshida 70 ming hadis yoddan aytib berardilar. Bu kishining ilmi hattoki Buxoroda ustozlardan ham yuqori o'tar ekanlar. 16 yoshlarida Alloh qalbiga Ka'bani soldi. Buxoriy hazratlari 16 yoshida onasi va akasi Ahmad bilan haj safariga borib, haj ibodatlarini ado etarkanda onasi va akasiga aytdilar: "Mana shu arab diyorlarida qolsam, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadislarini to'playman, asl holatlariga qaytaraman" deb o'zlari arab diyorlarida qoldilar. 42 yil davomida 20 dan ziyod islom davlatlarida bo'lib 1080 ta ustozdan tahsil oldilar. Arabistonda, cho'lda, sahroda yurib, juda qiyinchiliklar bilan ana shu 600 ming hadis to'plaganlar. O'shaning ichidan ham ishonchlarini, sahihlarini ajratib, Al-Jomi as-Sahih kitoblarini Arabistonda to'pladi. Bu kishining kitoblari Qur'oni Karimdan keyin kitob hisoblanadi. Arablar bu insonga Imomul dunyo deb bir unvon berishdi. Dunyo imomlarning imomi, hadis ilmining sultoni deb. Vatan sog'inch ona yurti Buxoroga 58 yoshida qaytib keldi. Qolgan umrim xalqimga bo'lsin deb Buxoro madrasalarida hadisdan saboq bera boshlagan. Buxoro xalqi ilm olar ekan, bu kishini ortidan ergashar ekanlar. Ana shunda Buxoro podshosi Buxoriy hazratlarini saroyga chaqirtirib, kelib, faqatgina saroyimda farzandlarimga hadisdan tanho dars bergan, xalqimga emas derkanlar. Buxoriy hazratlari aytdilar: "Ilm kerak bo'lsa, kelinglar mening madrasamda xalq bilan birgalikda ilm olinglar. Ilm kerak bo'lsa, shogird ustoz oldiga boradi. Ilmimni xor qilib, saroy ostonasiga olib bormayman" dedilar. Buxoro podshosi g'azablandi. Bu kishini Buxorodan chiqartirib yubordilar. Buxoroni majbur tark etdilar. Samarqandga kelib qo'nin topgan. Samarqandda Xartang qishlog'ida qarindoshi G'olib ibn Jibril yashardilar. Buxoriy hazratlari kelib, mana shu dargohda qo'nin topdi. Bir oz muddat yashab, toblar bo'lmay xasta bo'lib qoldi. Ramazon oyining oxirida Samarqand shahridan chopor kelib, ertangi hayit namozimizga ustozlik qilishingizni so'rayapti. Samarqand ulamiri sizdan. Buxoriy hazratlarining toblari bo'lmay turar ekan, mana shu rozi bo'ldilar. Ot keltirar ekan, otning yoniga borib, birinchi oyog'ini uzanga qo'yib, ikkinchisiga qurb yetmasdan qoldi. Ana shu joyda aytdi: "Meni xotim yaqin, meni mana shu qishloq qabristonni
o'rtasiga dafn qilinglar deb o'sha joyda ko'p duolar o'qidi. Bu yorug' dunyoni tark etdilar 60 yoshida. Hayit namozidan keyin Buxoriy hazratlarini mana shu maqbara ostiga dafn qilar ekanlar. Qabrlariga qo'ygan kechasi qabrning 4 tarafidan samoga nur ko'tarilib, xushbo'y, mushkambar hidlar tarab turar ekan qabrlaridan. Mana aziz mehmonlar, hozir asl qabrlariga tushamiz. Shoshilmay turingizlar onaxonlar. Bu kishining qabri o'sha maqbara ostida. Mana shu joylar o'zi asli qabriston bo'lgan. 16-asrgacha. 16-asrda Buxoroning podshosi Abdullohxon ikki kelib, Buxoriy hazratlarini qabrini topdi, ziyorat qildi. Mana shu yon atrofdagi qabrlarni ko'chirib, har birini tilovat asosida bu kishiga bir maqbara qurib, yonidan bir masjid qurar ekanlar. Birinchi ziyoratgohlarimiz, masjidlarimiz mana shu dargohda 16-asrda o'rtalarida barpo etilgan. O'sha qadimiy chinorlar bizgacha yetib keldi. 6 asrlik chinorlarimiz bor ziyoratgohimizda. Ko'pchilik biladi, 2000 diqqat qilingizlar mehmonlar, Sovet hukumati davriga kelib, mana shu ziyoratgohlarimiz vaqtinchalik bir qarovsiz ahvolga tushib qoldilar. Sovet hukumati davrida ziyoratgohlar yopilgan, masjidlarda namoz o'qish taqiqlangan davr bo'lar ekan, 1956-yilda Indoneziya davlatining podshosi, birinchi prezidentlar bo'lgan Moskvaga davlat ishlari bilan borib, Buxoriy hazratlarining qabrini so'radilar. Eng avvalo davlat ishlarini boshlashdan oldin Buxoriy hazratlarining qabrini ziyorat qilsak derkanlar. Mehmonni olib kelmaslikka harakat qilar ekan, uyolar ekan. Olib kelar ekan majbur bo'ldi poyezdda. Kechasiga to'g'rilab olib kelar ekan, qorong'ida yon atroflarni ko'rmasin. Kechasi Indoneziya davlatining podshosi kirib kelib, ziyoratgoh oldiga kelganlarni eshik oldida oyoq kiyimlarini eshitib hurmat qilib, qabrlarga ta'zimda keldi. Mana shu qabr boshiga kelib bir joynamoz to'shattirib, Qur'on oyatlaridan tong otgancha o'qib yig'lab tilovat qilar ekan. Tong yorishib ketar ekan. Yon atroflarda ko'radi, ey musulmonlar, shunchalik ulug' insonning qabri xarab ahvolda. Butun dunyo musulmonlari izlayapti bu kishining qabrini. Agar qabri sizlarga kerak bo'lmasa, mana bizga beringizlar. O'z vatanimga, Indoneziya davlatiga olib ketaman. Vatanimda katta bir ziyoratgoh barpo etaman. Islom olami borib ziyorat qilsin bu kishini. Sizlarga xohlasalaringiz Buxoriyni qabr turpoqlari bilan birgalikda kavlab olib ketamiz. O'sha joyni tillo bilan to'ldiramiz. Agar tonna turpoq chiqsa, biz sizlarga tonna tillo beramiz. Vatanim hisobidan dedilar. Ana shunda O'zbekiston bosh imomi Ziyoddin Qoriboboxonov aytdilar, biz Buxoriy hazratlarining qabrlarini bera olmaymiz. Bizdan keyingi avlodlar so'rasa, kelgusi avlodlarga nima deb javob beramiz deb qabrlari joyida saqlab qolingan hazrat Sovet hukumati davrida. Ana shundan keyin ham yanada e'tibor oshgan va yanada obod bo'lgan. Bugungi kunda ham o'zimizdan uzoq yurtlardan ziyoratchilar tashrif buyurib, ko'pchiligi Buxoriy hazratlarining qabrini ziyorat qilib, umra haj safariga boryapti aziz mehmonlar. Hammamiz ham ulug' dargohlarga ana shunday hojonalar, hojaki, xoshbolar bo'lib kelib duoda bo'lish barchamizga, zurriyotlariga nasib qilsin mehmonlar. Biz eng yaqin joyda turibmiz, Buxoriy hazratlarining shu maqbarasini yon tarafida. Hozir asl qabrlariga ham shu bir ziyorat qilamiz mehmonlar. Buxoriy hazratlari to'g'risida mana shu binolar haqida savollaringiz bo'lsa, so'rangizlar, biz yana gapirib beramiz. Hammamiz ham yaxshi niyatlarda keldik mehmonlar, kelingizlar duo qilaylik o'tganlar haqlariga. Biz yana xizmatlaringizda bo'lamiz. Faqatgina xizmat haqlari olib qo'yasiz. Xizmatlaringiz Alloh yo'lida ataganlaringiz bizlar ham olib topshiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim mana shu dargohga har bir bosib kelgan qadamlaringizga Alloh ajr savoblar, mukofotlar bersin. Allohim xonadonlaringizga, ishlaringizga, kasb-kor, dehqonchilik, tijorat ishlaringizga baraka yog'dirsin. Dardmanlarga Alloh shifo bergin. Farzand talablariga solih va soliha farzandlaringdan bergin Allohim Robbim. Yoshlarimizga, farzandlarimizga Buxoriy hazratlarining bilan ato etsin. Farzandlarimiz islomga, dinga, vatanga xizmat qilib, ilmli, baxtli, saodatli bo'lsin. Oramizda uzoq safarda yurganlar bor, safarlari bexatar bo'lsin. Alloh panohida asrasin. Mana shu dargohlarga hammamiz ham kelgusi kunlarda qayta kelaylik. Hojonalar, hojaki, hojbolar bo'lib kelib duoda bo'lish barchamizga, zurriyotlariga nasib qilsin. Keyingi manzilimiz Ka'batulloh bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar rahmatika ya arhamar rohimin. Ziyoratlar qabul bo'lsin. Hozir ko'pchilik bilan qabrlarga tushib chiqamiz mehmonlar. Bir yo'l ochilgan. Biz mana shu baland tarafda turibmiz. Bu tomondan yuramiz mehmonlar. Qabrlari bor. Xizmat haqlarimiz Alloh yo'lida bir hadiya ihsonlaringizni olib qolamiz. Sizlarga mukofotini Alloh bersin.